Bu videoda Rossiyada 2026-yilda patent olish uchun rus tili imtihonidan sizga beriladigan savollarning barcha to'g'ri javoblarini bilib o'rganib olishingiz mumkin do'stlar. Ekranda ko'rib turganingiz 2026-yilda 1-yanvardan do'stlar mana 12 ta variant bo'ldi. Oldin 11 ta variant edi, hozir 12 ta variant bo'ldi. Va har bitta variantda 22 tadan savol berilgan. Ularning birinchi va ikkinchi savoli audio shaklida sizlarga qo'yib eshittiriladi. Do'stlar, savollarni ba'zi birlariga mazmuniga o'zgarish kiritilgan. Shuning uchun 2025-yildagi eski videolarni ko'rmaslikni tavsiya etaman. Faqat mana shu o'zgarish kiritilgan, yangilangan, obnovleniya bo'lgan versiyasini ko'rib, o'rganib, keyin patent olishga borishlaringizni maslahat beraman. Qanunda birinchi variantdan boshlaymiz. Audioni qisqa qilib eshitamiz do'stlar. Здравствуйте. Я хочу сдать экзамен для получения патента. Добрый день. Вы можете сдать экзамен во вторник. С собой необходимо иметь паспорт и миграционную карту. Bo'ldi. Demak, do'stlar, audioni eshitdik. Audioda mana eshitganimiz bu joyda yozib qo'yibdi. Прослушайте диалог и выберите правильный ответ. Audioni eshitib, to'g'ri javobni bering deyapti. Va savol bergan, они говорят, ular gaplashyapti variantlarni bergan magazinda, avtomobil tuzatish ustaxonasida va test topshirish markazida deb variantlarni bergan. Albatta, audioda men patent olishni xohlayman, ekzamen topshirmoqchiman deyapti. O'z-o'zidan tushunarli suhbat test topshirish markazida bo'lyapti. To'g'ri javob в центре тестирования. Endi do'stlar, mana shu birinchi audioni o'zida ikkinchi savolni ham bergan. Mana do'stlar yozib qo'yibdi. С собой необходимо иметь, o'zing bilan bo'lishi kerak hujjatlarni, variantlarni bergan. Migratsionniy karta, bankovskiy karta, meditsinskiy spravka. Audioda eshitdik do'stlar, o'zing bilan pasport va migratsionniy kartani olib kelasan degan. Demak, ikkinchi savolimizning to'g'ri javobi migratsionniy karta. E'tibor beringlar do'stlar, bitta audioda ikkita savol bergan. Ikkitasini ishladik. Ikkinchi audioni eshitamiz, faqat bu 3-chi va 4-chi savol hisoblanadi. Unda ikkinchi audioni qo'yib eshittiraman. Уважаемые покупатели, если вы потеряли свои вещи в нашем магазине, обратитесь к администратору. Bo'ldi do'stlar. Demak, bu yerda hurmatli fuqarolar, agarda siz narsalaringizni bizni magazinda yo'qotgan bo'lsangizlar, administratoriga murojaat qilishlaringiz mumkin deyapti. Va bu yerda savol bergan. Вы можете услышать это объявление. Bunday e'lonni qayerda eshitishlaringiz mumkin deyapti. Audioda bizning magazinda deyapti. Demak do'stlar, to'g'ri javob в торговом центре. Shuni belgilaymiz. Va ikkinchi savolni ham bergan. Потерянных вещах можно спросить. Yo'qolgan narsalaringizni kimdan so'rashingiz mumkin? Variantlarni bergan. Bizaga audioda administratorga murojaat qilinglar dedi. Demak, biz u administratora shuni belgilaymiz do'stlar. Ikkita audioni eshitdik. Har bitta audioda ikkitadan savol. Demak, biza уже 4 ta savolni ishladik. Hozir do'stlar 5-chi savolga keldik. O'qiymiz. Прочитайте объявление и выберите правильный ответ. O'qing va to'g'ri javobni belgilang. Уважаемые граждане, оплачивайте свой проезд вовремя. Demak, hurmatli fuqarolar, yo'l haqini o'z vaqtida to'lang deyapti. Такое объявление можно прочитать. Bunday e'lonni qayerda ko'rishlaringiz mumkin? Variantlarni bergan. Bizlar avtobusni belgilaymiz do'stlar. Avtobus. Chunki yo'l haqini o'z vaqtida to'lang degan qog'ozga, e'longa biza avtobusda ko'zimiz tushishi mumkin. To'g'ri javob avtobus. 6-chi savolga keldik do'stlar. O'qiymiz. Bu yerda ham o'qing va to'g'ri javobni belgilang degan. Уважаемые гости, приглашаем вас на автобусную экскурсию по городу. Экскурсия будет 12 мая во вторник с 10 до 14 часов. Ждем вас около торгового центра «Мир».
Demak do'stlar, bu yerda hurmatli mehmonlar, sizlarni shahar bo'ylab ekskursiyamizga taklif etamiz. Ekskursiya 12-may kuni soat 10 dan 14 gacha bo'ladi deyapti. 14, ya'ni soat 2 gacha, soat 10 dan 2 gacha bo'ladi deyapti. Endi bu joyda savol bergan, ekskursiya начинается, ekskursiya boshlaydi va variantlarni bergan. Soat 10 da boshlaydi. Chunki yuqorida soat 10 dan 12 ga 14 gacha, ya'ni soat 2 gacha deyilgan. To'g'ri javob v 10 часов. Shuni belgilaymiz. 7-savolga keldik do'stlar. Bu joyda imtihonda siz mana shu joyini o'zingiz yozib belgilaysiz. Ya'ni e'tibor beringlar. O'qing va tushib qoldirilgan so'zni yozing deyapti. Botir приехал из O'zbekistona. Botir O'zbekistondan keldi. Botir строитель, Botir quruvchi deyapti. Впишите нужные слова в анкету. Demak, kerakli so'zni anketaga yozing deyapti. Va bizaga mana birinchi, как вас зовут? Ismingiz kim? Меня зовут Botir deb yozgan. Ikkinchi, откуда вы приехали? Я приехал из O'zbekistona. Qayerdan kelding desam, men O'zbekistondan keldim deb belgilagan. Uchinchi, кто вы по профессии? Kasbingiz nima deb ya deb yozgan va bo'sh joy qoldirgan. Bu joyga biza строитель deb yozamiz. Chunki yuqorida Botir строитель deyilgan. Строитель qanaqa yozilishini do'stlar xuddi yuqorida mana belgilangan, xuddi shunaqa qilib yozamiz. Faqat строитель degan S harfini birinchi harfni katta harf bilan yozamiz. S harfini katta harf bilan yozamiz. Строитель. 8-savolga keldik. Сегодня суббота, а мама приехала вчера. Bugun shanba, oyim kecha keldi deyapti. Variantlarni bergan. Agar bugun shanba bo'lsa, kecha demak juma bo'lgan. Shuning uchun biza do'stlar v пятницу deganni belgilaymiz. Ya'ni juma kuni kelgan. 9-savolda do'stlar. В салоне сотовой связи я купил. Ya'ni mobil aloqa vositasi sotuv do'konida men sotib oldim. Variantlarni bergan: moloko, kurtka, telefon. Endi telefon, uyali aloqa telefonlari sotiladigan do'konda sut sotilmaydi, kurtka, kiyim sotilmaydi. O'z-o'zidan tushunarli. To'g'ri javob telefon. 10-savolda do'stlar. Как вас зовут? Bu yerda ham do'stlar меня deganni belgilaymiz. Mening ismim Ivan. Меня зовут Ivan. Mana shuni belgilaymiz. 11-savolda. Мы приехали в Россию, потому что shuni belgilaymiz. Chunki мы приехали в Россию, потому что здесь есть работа. Chunki Rossiyada ish bor. Mana shuni belgilaymiz. 12-savolda do'stlar. 4 noyabr в России празднуют 4 noyabr Rossiyada nishonlanadi День народного единства. Bu degani xalqaro birlik kuni. O'zbekchasi shunaqa bo'ladi. День народного единства. Shuni belgilaymiz. 13-savolga keldik do'stlar. Stolitsa Rossiyskiy Federatsiya. Rossiya poytaxti deb variantlarni bergan. Hammamiz bilamiz. Buni bilmaydigan odam bo'lmasa kerak. Rossiyaning poytaxti bu Moskva. 14-savolga keldik. Великая Отечественная война закончилась. Demak, urush qachon tugadi deyapti. O'sha ulug' vatan urushi qachon tugadi? 1945. Shuni belgilaymiz do'stlar. 15-savolda Содружество независимых государств СНГ было образовано после. Bu degani xalqaro mamlakatlar mustaqilligi qachon bo'ldi deyapti. 1991-yil SSSR tugaganidan keyin. Ya'ni mana shu birinchini belgilaymiz. 16-savolga kelsak do'stlar, Rossiya bayrog'ini ko'rsating deyapti. Buni bilmaydigan odam bo'lmasa kerak, shuni belgilaymiz do'stlar. Mana 3 ta rangdan iborat. 17-savolga keldik. Статья 62 Конституции Российской Федерации определяет статус иностранного гражданина на территории Российской Федерации согласно этой статье.
Bu do'stlar, bu yerda Rossiya Federatsiyasining konstitutsiyasidagi 62-moddada chet el fuqarolarining maqomi deb variantlarni bergan. Иностранные граждане пользуются правами и несут обязанности на равнине с гражданами Российской Федерации. Do'stlar, 3 ta variantda ham birinchi иностранные граждане deb boshlangan. O'sha adashtirib yubormasliklaringiz uchun men bitta narsani alohida zametka qilib qo'yishlaringizni so'rayman. Mana to'g'ri javob ikkinchi. Faqat do'stlar, mana dogovorim, mana shuni ko'rdingizlar, mana dogovor. Mana shu dogovor degan so'z birinchi variantda ham yo'q, uchinchi variantda ham yo'q do'stlar. Mana shu dogovor degan so'z chiqsa bo'ldi. To'g'ri javob shuni belgilaymiz. 18-savolda do'stlar, где происходит регистрация? Demak, Rossiyada nikohdan o'tish ro'yxatga qayerda olinadi deyapti. Xuddi o'zlarimizdagi kabi turmush qurish, nikohdan o'tish bu do'stlar ZAGSda ro'yxatdan olinadi. To'g'ri javob shu. ZAGS deganni belgilaymiz. 19-savol. На территории Российской Федерации в отношении иностранного гражданина совершено преступление. Куда он должен обратиться за помощь? Demak, Rossiya Federatsiyasida chet el fuqarosiga tahdid, ya'ni jinoyat sodir etilsa, unga nisbatan bosim, qanaqadir jinoyat sodir etilinsa, u qayerga murojaat qiladi deyapti. Variantlarni bergan. To'g'ri javob politsiya do'stlar. Politsiyani belgilaymiz. 20-savol. Для постановки на учет по месту перебывания иностранного гражданина должен иметь. Demak, yashash joyida ro'yxatdan o'tish uchun chet el fuqarosida nima bo'lishi kerak deyapti. Pasporti va migratsion kartasi. Mana shuni belgilaymiz. 21-savol do'stlar. Если иностранный гражданин нарушил правила постановки иммиграционный учет, то он привлекается к ответственности. Demak, chet el fuqarosi Rossiyada yashash joyidan ro'yxatdan o'tishda qoidabuzarlikka yo'l qo'ygan bo'lsa deyapti. Unga nisbatan qanday choralar ko'riladi deb variantlarni bergan, ya'ni intizomiy, jinoiy, ma'muriy deb. Administrativniy shuni belgilaymiz do'stlar. Ma'muriy chora ko'riladi unga nisbatan. Administrativniy. To'g'ri javob shu. 22-savolda в случае выявления ВИЧ-инфекции у иностранных граждан. Demak do'stlar, 22-savolda chet el fuqarosida, ya'ni patent olishda siz tibbiy ko'rikdan o'tgan vaqtingizda sizda VICH degan kasallik aniqlansa, uni Rossiyadan deportatsiya qilishadimi, Rossiyadan chiqarib yuborishadimi deyapti. To'g'ri javob do'stlar verna, ha. Agarda chet el fuqarosida tibbiy ko'rikdan o'tgan vaqtida VICH degan kasallik aniqlansa, uni Rossiyadan chiqarib yuborishadi, ya'ni deportatsiya qilishadi. To'g'ri javob verna. Mana shu do'stlar. Do'stlar, sizlar bilan birgalikda 2026-yilda 1-yanvardan o'zgarish kiritilgan birinchi variantni 22 ta savolini ishladik. Keyingi videolarni kuzatishda davom eting. Ikkinchi variant, uchinchi variant, shu tarzda 12 ta variantni ham sizlar bilan birgalikda ishlaymiz. Bu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun videoga like bosib, izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Agarda sizni yaqinlaringiz Rossiyaga borib ishlamoqchi bo'lsa yoki Rossiyada ishlab yurgan bo'lsa, bu videoni ular bilan ham ulashib qo'ying. Hammaga rahmat.